Nega menga aytmaganding? Aytishni xohladim, ammo Nima? boshimdan judo qilardingiz. Nima qilardim bilmayman. Sizni bu ahvolda qoldirishni istamadim. Shundan xavotirlandingmi? Ba'zilar dalada ishlash uchun tug'iladi. Ba'zilar kuchli tabib bo'ladi. Ba'zilardan esa ulug' qirol chiqadi. Men esa sizga xizmat qilish uchun tug'ilganman. Va bu bilan faxrlanaman. Boshqacha taqdirni orzu ham qilmayman. Tayyormisiz?